James Clearning Atomic Habits degan kitobini Fundamentals degan chapter haqida gaplashyapmiz va unda bugun qanday qilib odatlar sizni shaxsiyatingizni shakllantirishi mumkinligi haqida yo bo'lmasam qanday qilib sizni shaxsiyatingiz odatlaringizni shakllantirishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Hech hayolinglarga kelganmi, nima uchun yaxshi odatlarni hayotingizga tatbiq qilib uni uzoq vaqt davomida qilib borish qanchalik qiyin lekin yomon odatlarga qaytib olish juda ham oson. Misol uchun bitta yomon odatni tashlayman deydi ko'pchilik va ertasi kuni qarasangiz o'shanaqa qilib yurgan bo'ladi. Bu juda ham qiyin narsa. Endi biz sizlar bilan bugun nima uchun shu narsalar sodir bo'lishi haqida gaplashamiz. Odamlar ko'pincha odatini shakllantirmoqchi bo'lganda ikkita narsani xato qiladi. Birinchi bo'lib noto'g'ri narsani o'zgartiradi yoki o'zgartirishga harakat qiladi va ikkinchisi bu noto'g'ri yo'l bilan o'zgartiradi. Ikkalasi ham sizni odatingizni yaxshi shakllanmasligiga yoki yomon odatlaringizni tezroq qayta sizga qilishingizga moyilligingiz oshadi. Hozir sizlar bilan o'sha noto'g'ri narsa, o'sha siz o'zgartirishga harakat qilayotgan noto'g'ri narsa nimaligi haqida gaplashamiz. Kitobda aytilishicha bo'yicha xulq-atvorni o'zgartirish uchun 3 ta qavatdan o'tish kerak bo'ladi. Ya'ni 3 ta etap deb qo'ysak bo'ladi. U qavatlar birinchisi bu natija, ikkinchisi jarayon, uchinchisi bu shaxsiyat. Ya'ni agar siz odatlarni qurishni yo bo'lmasam xulq-atvoringizni o'zgartirishni birinchi bo'lib natijaga ko'proq e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, sizni yaxshi odatlarni uzoqqacha olib borish yo bo'lmasam uni bajarish qiyinroq bo'ladi va yomon odatlaringizni tashlash yoki qaytib qilmaslik juda ham qiyin bo'ladi. Misol uchun tasavvur qilaylik, agar sizga kimdir sigaret chekasanmi desa, siz chekadigan odam bo'lsangiz va tark qilishga harakat qilayotgan odam bo'lsangiz, siz aytishingiz mumkin, men chekishga harakat qilyapman, yo'q deyishingiz mumkin. Boshqasi, men chekishni tashlaganman deyishi mumkin. Ya'ni siz chekishni tashlayotgan odamligingizga ishonasiz, u odam bo'lsa chekmaydigan odamligiga ishonadi. Ya'ni ikkalanglar o'sha odatni qanchalik tez tashlashinglarni farqini biladigan bo'lsangiz, u odam bo'ldi men chekmaydigan odamman deb ishonadi. Siz bo'lsangiz, xohlagan paytingiz chekorishingiz bo'ladi, chunki siz harakat qilyapsiz, hali chekmaydigan odamga aylanmadingiz. Yana bitta misol kitobda keltirilgan. Bitta odam tirnog'ini judayam ko'p tishlarkan, tishlab yomon qilib tashlarkanda, keyin uni yechimini topishibdi. Uni qo'liga manikyur qilmoqchi bo'lishibdi. Ya'ni manikyurga yozilib, qo'lini barmoqlarini to'g'rilagandan keyin tirnoqlarini, keyin umuman tishlamabdi. Uni siri nimada deydigan bo'lsangiz, u tirnog'i chiroyli bo'lib ketgandan, ya'ni manikyurga borgandan keyin uni siyqalab chiroyli qilgandan keyin u odam qaytib tishlamas ekan. Chunki uni ichidagi ishonch, ya'ni men kimman deydigan bo'lsa, u men tirnog'imga, qo'limga, gigiyenamga yaxshi qaraydigan odamman degan shaxsiyatni o'ziga quradi va undan faxrlanadi. Agar siz ham misol uchun qanaqadir yaxshi odatni shakllantirmoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib ular nima qiladi emas, ular o'zi kim? Ya'ni o'sha odatni qiladigan odamlar kim? Deb o'sha odamga aylanishingiz kerak bo'ladi. O'sha shaxsiyatni o'zingizga olishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, men zalga chiqmoqchiman emas, men sportchi bo'lmoqchiman. Men sog'lom bo'lmoqchiman. Yo bo'lmasam, men bitta kitobni o'qib tugatmoqchiman emas, men kitobxon bo'lmoqchiman deydigan bo'lsangiz, sizni odatlaringizni, ya'ni o'sha kitobxon bo'lish uchun qaysi odat kerak bo'lsa, o'shani siz hayotingizga implement qilasiz. Misol uchun, men chekmaydigan odamman deydigan bo'lsangiz, unga aloqador hamma chekishga aloqador bo'lgan narsalarni kesasiz. Chunki siz уже yangi odamsiz. Sizni prinsiplaringizga tushmaydi. Ya'ni sizni maqsadingiz kitob o'qish bo'lmasligi kerak, shu kitobxon bo'lish kerak. Men kitobxon bo'laman deyishingiz kerak. Yo bo'lmasam men ovqat pishiraman emas, men oshpaz bo'laman, shirin ovqatlar qiladigan odam bo'laman. Keyin siz bunda o'zida bitta shaxsiyatda qolib ketmasligingiz kerak. O'z ustingizda har doim ishlab, ya'ni har tomonlama shaxsiyatingizni kengaytirib borishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz bitta ishni har doim bir marta qilsangiz, har safar qilganingizda siz o'sha odamga aylanib borasiz. Ya'ni o'shani bajaradigan odamga aylanib borasiz. Misol uchun bir marta kitob o'qiyapsizmi, siz o'sha kitobxonga aylanayapsiz. Chunki bitta vaqtda bir marta bajarishda hech kim o'sha narsaga aylanib qolmaydi. Ya'ni siz odatingizga aylanib qolishingiz kerak. Lekin bir marta qilsangiz yo bo'lmasam bir yilda bir, misol ba'zi odatlarni 2 yilda bir qiladigan bo'lsangiz, siz u odamga aylanib qolmaysiz. O'shanaqa qiladigan odamga aylanib qolishingiz bu aqlga sig'maydi. Shuning uchun ham siz o'sha shaxsiyatga
bog'liq bo'lishi kerak. Misol uchun men o'zim blogerman desam, ko'proq YouTube'ga video chiqaraman, samarador videolar chiqaraman. Misol uchun sizlarga ko'rishga oson va foydali. Lekin men oddiy odamman, просто taka chiqaryapman deydigan bo'lsam, men bularga ahamiyat bermayman, sizlarga qiziq bo'lmaydi и foydali kontent bo'lmasligi mumkin. Ya'ni o'sha siz agar shaxsiyatingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, o'sha siz vazn yo'qotmoqchimisiz, aytishingiz kerak bo'ladi. Shu vazn yo'qotgan odam yo bo'lmasam vaznini yo'qotgan odam nimalar qilgan bo'ladi? Ya'ni kim bo'ladi ular? Ular o'sha maqsadiga qattiq ushlagan, disciplined odamlar bo'ladi deb o'zizga aytasiz. Bu judayam avtomatik narsa, misol uchun. Siz agar ko'p televizor ko'rib qo'yayotgan bo'lsangiz, siz aylanishingiz kerak kam televizor ko'radigan odamga. Bu judayam oddiy narsa. Videodan o'rganishinglar kerak bo'lgan narsa, ya'ni bu kitobni shu qismidan o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa, biz odatlarni tezroq quramiz yoki yomon odatlarni tezroq tashlaymiz, qachonki biz o'zimiz shaxsiyatimizni o'zgartirsak. Ya'ni o'sha yaxshi odatni shakllantirmoqchi bo'lsak, o'sha yaxshi odatni qiladigan odam kim o'zi? O'shanga aylanishimiz kerak. O'sha yomon odatni tashlagan odam kim va biz o'shanga aylanishimiz kerak. Har xil identity'lar, ya'ni shaxsiyatlar qurib, ularni kengaytirib, kattaytirishimiz kerak.